alaykum obunachilar. Andijon bozorida 2005 Nexia birimiz bekirgina holatda turibdi. Old oynasi singan ekan. Salon holatlari EcoArt pollardan taqilib, mana torpeda ashka holatlari turishi yaxshi, mana orqa qismlari. Yurgani qancha buni? 555 ming. Motor hadovoy holatlari yaxshi. Nech pul deyapsizlar endi buni? Buni 3000 deyapsiz-ku. Bu necha yili? 2011. 2011 buni. Lasetti Gentra qilingan ekan. Yurgani 237. kraskasi? Kraskasi shu Gentra qilinganda bo'lgan, qolgan joyi toza. Buni kraskasi qancha? Necha? 30% bor ekan. Endi sizlarga salon holatlarini ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam, salon holatlari mana. Oho, ichlariga yaxshi chexol pollar taqilib, bunda ham EcoArt pollar, Tesla monitorlar. Ko'rasizlar. Buni yoqilg'isi qanaqa? Yoqilg'isi. Gaz bezi. Bunikichi? Buni yili necha endi? 2005. 2005 Lasetti emas. Yurgani qancha? 380 ming. Kraskasichi? Kraskasi 70%. 70% bor ekan. Bu ham holati yaxshi holatda turibdi Andijon bozorida. Obunachilar like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Qadeshga akalar. Motor hadovoy holatlari yaxshi. Bunday. Buni bu Gentrani yili necha? 2010 Lasetti Gentra qilingan. Yoqilg'isi? Gaz bezi. Yurgani? Yurgani 300 ming shunaqa. Buni yoqilg'isi nima? Gaz bezi. Obunachilarim luki bor ekan, chexol pollari ham bor ekan, mana Tesla monitorlar qo'yilib, mana orqa holatlari ham, tonirovkalari bor. Tomlari ham mana tortib qo'yilgan ekan. Nech pul deyapsiz endi buni? Buni 6500 deyapmiz. Bunisi-chi? 4700 kammi? Gentrani? 6700 kammi? Nexia'ni? 3000 kammi? Obunachilar naq 4 ta mashina sotuvda turibdi. Ko'rib telefon qila olasizlar. Telefon nomeringizni aytib qo'yasiz? 95lik. 95lik 050 050 0014. Obunachilar mana.